qiynalayotganlar, uyga muhtoj bo'lganlar bir dona pasport evaziga bosh to'lab olarsiz. Ishxonadagi domlarimizga odamlar уже ko'chib kiryapti allaqachon. Mehmonga keldik va suhbatini olgani keldik. Siz qachon ko'chib kirdingiz? Xudo xolisi bugun mana ko'chib keldik. Yaxshi, ma'qulmi? Xonadonlarimiz yaxshimi? Qulayliklari zo'rmi? Yaxshi. Nima kamchiligi bor? Kamchiliklari yo'q, hammasi joyida. Boshida xonadon xarid qilayotganingizda atiga bir dona pasport evaziga degan reklamalarimiz rostmikan? Rost, shu reklama bo'yicha kelgandim, birinchi ishonmadim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Kelgan kunimda pasport bir dona pasport evaziga hech qanaqa ish haqisiz, kafillarsiz, bosh to'lovlarsiz shu xonadonni xarid qildim. Ma'qul keldimi sizga? Ma'qul. Rostmikan? Rostdan patkulich holatda hamma narsa joyida. Qulluq bo'lsinlar. Rahmat. Sizlar ham kelinglar, olinglar, qiynalayotganlar, uyga muhtoj bo'lganlar bir dona pasport evaziga bosh to'lab olarsiz. Uylari patkulich holatda, hamma narsa tayyor. Agar sizga yaqin kompaniyasidan xonadonlar kerak bo'lsa, bir dona pasport evaziga xonadon xarid qiling. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yokida Bo'ston g'ishxonadagi sotuv ofislarimizga tashrif buyurishinglar mumkin. Aytgancha, eng asosiy narsamiz uylarimiz soni chegaralangan.